Әмді Nur Ali ablamızning 1 yilimizdagi 8760 saat nomli asrining davomini anlatamiz. Dushanba kuni tanaffus vaqtida beshimni cho'kirib topshiriq ishlayotgandim. Bir do'stim yonimga yugurib kelib, hayajonlangan holda Ali, ishik oldida bir qizni chaqiryotdi, dedi. Bu dunyoda 17 yil yashab bunday ahvolga azaldan yo'liqib boqmagan edim. Sinf mas'ulimiz ishxonasiga chaqirgan chaqlar bo'lgan. O'g'illar chaqirib chiqib do'shkanlagan ishlar bo'lgan. Ammo azaldan yotchinisliq biri chaqirib boqmagan edi. Qiz bola degan bu gapni anglab, yuragim kupildab so'qib ketdi. İçimde o'ylatdim. Bu zodi nemish bo'lib ketdi? Jiddilashib, yuragim silib, yuzim qizirib ketdi ya. U qiz ishning oldida tortinibgina turib menga rahmat etdi. Rahmat sizga, siz madad bergachga naqsh musobaqasida chempion bo'ldim. Orqadan quchoqlarini kang ichib, meni mahkam quchoqlab qo'yibla, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men xudimni yo'qotdim desam bo'ladi. Tang dematli qizlarning meni tunji qatim quchoqlashi edi. Qalbim yayrab, yuraklarim o'ynab, sinfning balkoniga yugurib chiqdimda qattiq vaqirvatdim. Mening mushundoq bir kunlar keladi ekan-a? Yovugimni echildigan pasli bo'ladi ekan. Menimni bo'ytaqlikdan xo'shlashadigan vaqtim bo'ladi ekan, deb o'yladim. Orqadanla do'stlarimning hammasini chaqirib kelib, go'yo axborot e'lon qilish yig'ini ichayotgan bir tarzda yilini boshdan kechirgan 15 sekundlik muhabbatlashish jarayonini so'zlab berdim. Kechda o'zimcha uni uyiga olib qo'ymoqchi bo'lib, ularning sinfining oldiga berib saqladim. Meni nimish saqlaysiz? U gangarab qolgandek qiladi. Billi qaytayli deb bo'lmamdi, dedim men. Voy, nimishqa billi qaytqolaymiz? Men mangash turay. Shundaqmi deb ekanman. Men texi xiyolimda uni qasdan nozlanmatdi deb o'ylabdim men. O'ylamagan yerdan 2-3 kun o'tib ketgan bo'lsa-mu, u meni izlab kelmadi. Ko'nglimda shuncha uzun nozlangan bormi? Qandoq nozlish bo'lib ketdi bu? dedim. Payshanba kunigacha saqlab toqatim qolmadi. Uni 5-qavatning odam bormaydigan bir bo'longa, oshiq mashhuqlar bo'longi deb atiladigan bir chetiga tortib bordim. Uniga shundoq romantik joyda talab qo'ymoqchi bo'ldim. Tortib bordim degandan boshlab bordim deganim tuzuk. Chunki men uning qo'lini tutishga petnolmaydim. Qaysi kuni menga rahmat aytgandingiz? Men bek ta'sirlanib ketdim, dedim kekashlab turib. Sizningki menga biror gapingiz bormi-ti? Uning chiroyidan tushunilmagandek bir ifoda chiqib turadi. Ishqis yo'q. Nima gapingiz bo'lsa davering, dedim uningga madad berib. U texmi gangirab turadi. Tortinmang. Nima gap bo'lsa davering. Bizni xili yaqin bo'lib qoldik emasmi? U gangirab turavergachga, oxiri o'zim eg'iz echishga majbur bo'lib, uni yaxshi ko'rdiganligimni udulla aytdim. Men faqat sizga rahmat aytib qo'ya degan edim, dedi u duduqlab turib. Yuragim 7-8 parcha bo'lib, yerga po'kuldab tushgandek bir tuyg'uda bo'lib ketdim. Dunyoning naqadar rahimsizligini yana bir qatim chunqur his qildim. Men ozroq ochiqlab turib, ko'nglingiz yo'q odam nimishqa meni sinfdan chaqirib chiqdingiz? Nimishqa meni quchoqladingiz? dedim. Men birinchi qatim naqsh musobaqasiga qatnashib birinchi bo'lg'achqa, menga madad berganlarning hammasini quchoqlab rahmat aytgan edim. Bu gapni anglab, yo xush bo'lishni, yo xafa bo'lishni bilolmadim. Menga ozroqmi ko'nglingiz yo'qmi? dedim yanala umidimni uzalmay. Ali, siz yaxshi bola. U menga bir tal yaxshi odam kartasini berish orqali shu qitimliq bema'ni parangni oxirlashtirdi. Men bundoq gapni jiq anglab ketgan. Yana bir tal yaxshi odam kartasi olsam-mu, karatichaqliq edi. Uning orqasidan qaraganimcha, o'zim yolg'iz xili uzoq o'ltirdim. Ammo yana voz kecholmadim. Shundan keyin yana bir qancha qatim talab qo'yib, o'xshash rad qilindim. Ko'nglim shundoq yerim bo'ldi. Hatto men bo'lmasam bu dunyo texmi go'zal bo'lamdi qandoq deganlarni o'yladim. 9-qavatning uygisiga chiqib, bir sakrabda qutlaymi yo deb o'ylab, ishkinib qoldim. Egizning qo'rqish keslim bo'lg'achqa, oxir binodan qaytib tushib, maktab oldidagi mashinalar to'xtamay o'tib turadigan cho'ng yo'l bo'yicha bordim. Mashinalardan biroz kelib, birla so'qsimi, biroqla qutlatdim deganlarni o'ylab turganimda,
bir saboqdashim tortib ilib ketdi. Bekla tushkunlashib ketdim. G'ayratga kelib, Yangoping muallimning eshigini chekdim. U maktabimizning psixologik maslahatchisi edi. Muallimning udulda o'ltirib, xili uzoq paranglashibmi, tushkunlashib ketishimning sababini qizlarga talab qo'yib, mag'lub bo'lganligimdan ekanligini aytishdan qijil bo'ldim. Oxiri yashag'inimning foydasi yo'q. Men bo'lmasam bu dunyo texnik go'zal bo'lishi mumkin degandek bosh oxir yo'q gaplarni qildim. Yang muallim menga, "Hech qisi yo'q Ali. Sen yashayotgan mushundaq muhitda bundoq o'ylab qilishing butunlay normal. Yana kelib bir ikki qatim maslahat so'rasamdan masala hal bo'ladi deb o'ylama", dedi. Asta-asta boldir muhabbatlashishdan eg'iz ochdim. Ondan qattiq pushaymon qildiganligimni aytdim. "Mening bundoq qilishim bekchun xatolik. Ota-onamga yuz kelolmayman. Maktabga, xalqqa yuz kelolmayman. Uning ustiga mag'lub bo'ldim. O'zimga yuz kelolmayman", dedim. Yang muallim buning nihoyat normal ish ekanligini, yoshlikda hamma odamning mushundaq tuyg'uda bo'ladiganligini aytdi. Qayta paranglashgandan keyin Yang muallimga qalbimning eng cho'nqur qatlamlaridagi o'y xiyollarimni aytdim. "Shuncha ko'p qizlar meni rad qildi muallim. Sizningcha mendek bir odamning yana mavjud bo'lib turishining zaruriyati bormi?" "Xatolashding Ali. Boshqalarning seni rad qilgani sening xatoliging emas. Ularning xatoligi. Sen amaliyotda bir munavvar yosh. Ular sening bu tarafingni ko'rolmagan." Muallimning bu gapini anglab xush bo'ldim. Qandoqli bo'lmasin, mening yaxshi taraflarimni ko'radigan bir odam bor ekan deb o'yladim. Hozir aslab baksam, Yang muallimning menga aytganlari uning yurak so'zlari bo'lishi noto'g'ri ekan. Ammo men o'zimdan tamoman voz kechgan chaqda u menga ilhom berdi. O'zimni muayyanlashtirgidek kuch-quvvat berdi. Baldur muhabbatlashib mag'lub bo'lishning azobini Robinning qalbidagi siqilishga silishtirg'il bo'lmasligi mumkin. Ammo azob ichida yashayotgan bir odamga nisbatan aytganda, azobning eg'ir yeniki bo'lmaydi. Bir odam har qancha kuchlikda ko'rinsa-mu, ruhiyat qatlamida shundoq bir ojiz nuqtaning borligini, sirliq o'rda ichidagi odam qancha tez yugurgancha shuncha eziqadiganligini tunib yetdim. Bundaq chaqda bizga keragi dardimizni chiqarib olish emas, davomliq bardoshlik berishmi emas, balki o'zimizni besib olib dunyo bilan paranglashish. Parang obyekti balkim odam, balkim bir naqsha, bir kino, bir poch kitob bo'lishi mumkin. Hayotingizning eng halqiliq paytlarida osmoni texmi keng odamlar bilan paranglashib boqsangiz bo'ladi. 2013-yili 1-oyda o'rta maktab o'quvchilariga dars berishdan TOEFL imtihon tayyorlik sinfiga dars berishga yo'tkalmoqchi bo'ldim. Mening bu qarorimni o'zimga bir qatim jang e'lon qilganim deyishga bo'ladi. Mundaqcha aytganda, aslida aran 25 kilogramm ko'tara oladigan odamning biroqla 250 kilogramm ko'tarman deganidek bir ish edi. Garchi men TOEFL imtihonidan burilib o'tgan, yana kelib eg'iz tili va yiziqcha bo'ligida to'liq nomer olgan bo'lsam-mu, sinf almashish bir qancha kun bo'la bo'lmayla xizmatning g'oyasi zo'r besimi va salmiqi meni qo'rqitibdi. Burunqi darslar to'xtagan, yangi dars texib boshlanmagan, 3 oylik tarbiyalanish, dars tayyorlash vaqtim bor. Chekinish yo'lim qolmagan bo'lsa-mu, qanday qilishni faqat bilolmadim. Gangirash ichida qoldim. Bir qancha kungacha tushkunlik besib oldi. Oxirda o'zim hurmatlaydigan, ishindigan bir odamdan yordam so'rash qaroriga keldim. Eng yaxshi nomzod boshlig'im Yu Minhung muallim edi. Bundan burun uning bilan ko'p paranglashib ketmagan bo'lg'achqa, qandoq eg'iz ichishni bilolmay turganimda, mikroblogni ichib, Yu Minhung muallimning men so'qmoq voqeasini tema qilib turib so'zlagan sim darsligini ham bahrlab qo'yganligini ko'rdim. Yu Minhung muallim mikroblogga ko'p narsa chiqarmaydi. Bu uning tunji qatim o'z guruhidagi bir xizmatchi ishlagan sinni ham bahrlish edi. Bu ish qalbimdagi ishkinlashni tamoman yo'qotdi. Yu Minhung muallimga el-xat yozib, "Mening bu qarorim xato bo'ldimi nima? Kuchim yetmaygan ishga eslib oldimmi qandoq?" deb so'radim. Muallim nihoyat tezla javob qaytarib, "Qaror qilgan ekansan, pushaymon qilma. Ali, ishonamanki, sen cho'qim butun kuching bilan tirishib, munavvar bir o'qituvchiga aylanolmaysan. Hayotlikda eng azobli ish nishonsiz tantirab yurish bo'lsa kerak." Qalbimdagi tugillar yeshilib, bulutlar taradi. Diqqatimni yig'ib, TOEFL savollarini ishlashga kirishdim. Kechani kunduz ulab dars tayyorlab, o'zimga bo'lgan ishonchimni oshirdim. 1 yildan keyin Yangi Sharq guruhidagi 18 ming o'qituvchi ichidagi 9 nafar notiqning biriga aylandim. Yu Minhung muallimning ayni chaqda menga ilhom berganidan cheksiz minnatdor bo'laman. O'zimning gangirab qolgan chaqda yordam so'rashni bilganimga rahmat aytqim keladi. Mayun mundaq deydi:
odam utuq qozinaman deydigan o'zini davolashni bilishi, o'ng qo'li bilan so'l qo'lini isitishni o'rganishi kerak. G'ing'irab qolgan chig'ingizda dunyo bilan paranglashdan boshqa o'zingiz bilan obdonroq paranglashib beqing. Yo'liqqan masalani darhol hal qilolmagan ba'zi chog'larda o'zimni ikkiga parchalab, ichimdagi ikki manni bevosita paranglashtirman. Ali, seni yaxshi ko'radigan onang bilan singling bor. Yana nurg'un odamlar seni qo'llaydi. Nimishqa bir sinab boqmaysan? Eng yomon oqibat yuz bergan taqdirdimi nima bo'ladi? Butun dunyosini mazoq qilgan taqdirdimi sana e'tiborsiz qaray olmaydi-ku. To'g'rimi? Moshundaq dialoglarmi menga tuman ichida ilkirlash yo'lini ko'rsatib beralaydi. Musobaqa 2, do'stlik 3. Gallup ustilik topqishning tashrish natijasida ko'rsatilishicha, mening eng zo'r ortiqchiligim raqobatchilik ekan. Raqobat silishtirish ishiga yildiz tatgan bo'ladi. Atrofingizga nazar solganingizda, tabiiy holda boshqalarning natijalarini bayqaysiz. Ularning natijasi qo'lingizdagi eng odoqli ishgalga aylanadi. Mayli qanchalik jafotating, mudoyingiz har qancha oliyjanob bo'lsa-mu, faqat o'zingizning nishoniga yetib, qurdoshlaringizni besib tushanmagan bo'lsangiz, qo'lga keltirgan utuqlaringiz hech narsaga arzimaydigandek his qilasiz. Barliq raqobatchilar boshqalarga muhtoj, silishtirishga muhtoj. Chunki silishtirgan chog'da raqobatlasha olasiz. Raqobatlashganda g'alaba qila olasiz. G'alaba qilib qolsangiz, cheksiz xursandlik hislariga cho'mila olasiz. Siz o'lchashga amroq. Chunki u orqali silishtirg'ul bo'ladi. Boshqa raqobatchilarni yaxshi ko'rasiz. Chunki ular ruhingizni urg'uta oladi. Siz musobaqani qizg'in so'ysiz. Raqibingizga adab bilan muomala qilsangizmi, hatto yengilgandami salmoq qiyofatga kirib olsangizmi, sizning musobaqaga qatnashishingiz hargizmi ko'ngil qo'shi uchun emas, balki g'alaba qilish uchun. Shunga yengishga ishonchingiz bo'lmagan musobaqaga qatnashmaysiz. Tashrish natijasida mening mijoz xulqimga mushundoq baho berilgan. Darvaqa, nima ish qilsam boshqalar bilan silishtirishni yaxshi ko'raman. Yo'l mansam boshqalardan tezroq ma'moqchi bo'laman. Imtihonni qandoq berish muhim emas, faqat ko'nglimdagi raqibimdan bir numar bo'lsa-mu ortiq osonli bo'ldi. Men amroq arboblar ichida nurg'un yengilmas generallar bor. Masalan, Hannibal, Qaysar, Napoleon degandek. Barliq musobaqalarda do'stlik 1, musobaqa 2 deb shuar to'laymiz. Ammo maydonga tushgandan keyin do'stlik bilan kimning qari? 72 xil mahoratni ishga solib bo'lsa-mu, g'alaba qilmoqchi bo'lamiz. Yengilish mening hayotlik lug'atimda ham azob, ham haqorat. G'alaba qilishga ozlik qolganda puturib qo'yishni texmi qabul qila olmayman. Oliy maktabning 1-yilligida o'qiyotgan chig'imda kompyuter uchur instituti futbol komandasining bir a'zosi bo'lish sifatim bilan musobaqaga qatnashdim. Yerim hal qilg'ish musobaqada xalqaro munosabat institutiga qarshi o'ynadik. Musobaqa eng oxirgi bosqichga kirgan chog'da 2 ga qarshi bir natija bilan keyinib qoldik. Bir pas elishi orqali qarshi tarafdan to'p tortib olib, sabdishimning chabdaslik bilan himoya qilish bilan to'pni elib, qarshi tarafning vartasiga qarab yugurdim. Vartaga 50 metr qolganda nishonlab turib vartaga urdim. Hammalarning ko'zi men tepgan halqiliq shu bir to'pga tikildi. Ammo to'p vartaning tumiriga surkishib digidek o'tib ketib qoldi. Shu chaqda ko'pchilikning umidsizlik ichida menga tikilgan ko'zlaridan ularning menga naqadar zo'r umid bog'liqligini bildim. Musobaqadan keyin hech kim meni ayblamadi. Ammo mening ko'nglim qattiq ahonat anglaganimda bakrak yerim bo'ldi. Shuningdan keyin barg'ancha bo'shib ketdim. To'p vartaga surkishib o'tib ketgan o'sha manzara kollamga kirib olib, ko'z oldimdan zodil ketmadi. Musobaqaga qancha ko'p qatnashsangiz, yengilishga duch keladigan chog'mi shuncha ko'p bo'ladi ekan. Mening musobaqaga tutgan pozitsiyamda asta-asta o'zgarish bo'ldi. Yengilish darvaqa muhim. Ammo buningdan muhim bir narsa bor. Masalan, g'urur. To'p maydonida ba'zida bir tarafning a'zosi yorinib yiqilgan ishlarmi bo'ladi. Bundaq chog'da yana bir taraf qilch parvo qilmasdan hujumga o'tadi. Hatto tantana qilishadi. Bunda qilib yengan taqdirdimi qadr qimmatingizni uturgan bo'lasiz. Buningdan uyatsiz bo'lgani musobaqada keyinga qolgan chog'da umidsiznib oxirgacha kurash qilishdan voz kechish. Musobaqa bo'lgan ekan cho'qim butun kuchini chiqarish. Musobaqada uturgan taqdirdimi g'urur, izzat, hurmatga uturmaslik. O'ladigan ish bo'lsa-mu erkaklarcha o'lish kerak. Men ham o'zimga shundoq talab qo'yib kelgan edim.
darajadan tashqari notiq musobaqasida o'zimga bilet tortishdan tashabbuskorlik bilan voz kechishimmi maydondan o'g'il boladek chiqib ketish uchun edi. Nurg'un kishilar meni G'alati Parang nomli program orqali tanigan. Dastlabda men bu musobaqaga munozara uchun qatnashgan edim. Qarasa, undaq ko'rinmasligi mumkin. Lekin men munozara qilishga rostilla qiziqaman. Programma tashkiloti menga bu bir rasmiy munozara, eng yomon munozirchilar keladi degan edi. Sing'i elish rasmiy boshlangandan keyin bu programmaning haqiqatan cho'ngligi meni cho'chitib, tilimni qalvalashtirib etdi. Rasmiy munozara ekanligi uqtirilgan bo'lsa-mu, bu qadar rasmiy ekanligini o'ylamagan ekanman. Men vakuumda yashayotgan odam emas. Atrofimdagi ishlarga albatta ko'ngil bilman. Programmada deyilayotgan ba'zi gaplarni do'stlar aro parang qilishganda anglab maqolatdik. Ammo bundaq rasmiy yo'sinda anglaganimda faqatlik kunalmadim. Uning ustiga bir muallim bo'lish sukutim bilan o'quvchilarimning bu xil gaplarni anglaydiganligini o'ylab, texmi qo'rinib qoldim. Albatta, programma rasmiy qo'yishdan burun kesib to'g'rash jarayonidan o'tadiganligini bilardim. Ammo latofatlik Livan qizlar odamning jinsiy tuyg'ularini g'idiqlaydigan narsalarni sahnaga ilib chiqqan. Men izchil hurmatlab kelgan modum muallimning og'zidan odamni xijil qilib o'tadigan gaplarni anglagan chog'da haqiqatan g'alati dunyoga kelib qolganligimni ondan bildim. Dastlabki bir qancha son programmada munozirga faqatlik kirishalmadim. Gaplarim qamlashmadi, hatto o'rnimda tuz turolmadim. Yumurliq so'zlashga shuncha tirishgan bo'lsam-mu aplashmadi. Rostini aytganda, nechiqitim gapga yengilib qilib, futtirayotgan qimorvozdak so'lishib ketdim. Keyin o'ylab qoldim. Odam o'xshamagan so'rinda o'xshamagan rollarni oladigan bo'lish kerak ekan. Kishilarni onchi-munchi kuldirib, qoyil qilish talab qilingan bundaq so'ringa muallimlik salohiyatimni ko'tarib chiqsam, bo'lmagidak deb o'yladim. Shuning bilan o'zimni o'zgartmoqchi bo'ldim. Lekin buning uchun tirishchanlik, sabrchanlik kerak edi. Dastlabda boshqalarni do'rimoqchi bo'ldim. Lekin o'zimga bakil g'alati bilindi. Borgancha o'zimga o'xshamayni qolg'il turdim. Har holda oxirgi bosqichga borgancha munozirga kunib, o'zimni xil erkin tutishga boshladim. O'zimning uslubimni tepib oldim. Orliqdagi bir maydon musobaqada o'zimni tunishtiradigan chaqda ismimni tushuntirdim. Bu chaqda baholovchi modum muallim qisqacha bir chaqchaq qilib yig'inchaqladi. Shuningdan keyin har qatim so'zlamoqchi bo'lib o'rnimdan tursam, ko'pchilik mushu gap orqali chaqchaq qiladigan bo'ldi. Bilet tashashga mas'ul tomoshabinlarmi men bilan chiqishib qo'yatdi. Ismimni bir qatim doklab qilib qo'yishim bilanla necha 10 tal biletni qo'ldan berib qo'ydim. Shundaqdimi chandurmasdan munozirani davomlashtirdim. Dastlabda bu gap chiqsalar ozroq jili bo'lgan edim. Ammo eng oxirgi bir maydon musobaqada o'zimdagi xuduqsirashni cho'rib tashlab, o'zimni o'yin qilish usullarini tanlab, sahnaga chiq qalpoq kiyib, o'shiq ko'tirib chiqdim. Garchi birinchi bo'lolmagan bo'lsam-mu, ko'pchilikning ko'nglini utdim. Boshda uttirib, keyin utdim. Maydondan mardona ayrildim. 5 kuchlikning ichiga kirgan chaqdala vazifamni asosan o'rlab bo'lgan edim. Oxirgi natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men bu program orqali yangi narsalarni o'rganib olgan edim va o'zimni o'zgartdim. Yaqinda 34 tillik vaqt boshqarish usulini texnik ko'p kishilarga tunishtirish uchun darajadan tashqari muallim, ya'ni Chouji Laoshi musobaqasiga qatnashdim. Tanlash musobaqasidan yuqori natija bilan tanlanib chiqdim. Hal qilg'ish musobaqaga kelgan chog'da men aslida oliy maktab o'qituvchilari bilan musobaqa qilishim kerak edi. Ammo meni boshlang'ich maktab o'qituvchilari bilan kuch ilishishga o'rlashtirib qo'yibdi. Programmani suratga oladigan chog'da rejissorga amalba hech qanday talab qo'ymadim. Qanchinchi bo'lib maydonga chiqishim, raqibim avval tanlamdi yoki menmi? Bundaq ishlarda faqat tanlashib o'ltirmadim. Ammo meni boshlang'ich maktab o'qituvchilari bilan bir guruh qilib qo'yganligini bilgan chig'imda faqatla rahat bo'la olmadim. Oliy maktab o'qitishi bilan boshlang'ich maktab ma'rifi, mayli mazmun, mayli kasbiy yo'nalishdan bo'lsin va yoki qiyinlik nuqtasidan bo'lsin, hargizmi silishtirg'il bo'lmaydi-da. So'zlaydigan mazmun faqatla o'xshamaydigan tursa, qandoqmi musobaqalash kerak? Chekinib ketay desam, raqibimga hurmatsizlik qilgandek ish bo'lib qoladi ekan. Baholovchi o'qituvchilarmi mendan keskin raqobatlashishni, programning yaxshi chiqishi uchun raqibimni yer bilan yakson qilib o'tadigan haybatlik so'zlarni qilishimni talab qildi. Ammo men unda qilolmadim. Mening raqibim 6 yillik o'qitish tajribasiga ega adabiyot o'qituvchisi bo'lib, maydonga tushibla. Cho'qin g'alaba qilaman. Raqibim har qancha kuchli bo'lsa-mu, uni yengmay qo'ymayman, deb shuvar to'lg'il turgan edi.
Lekin men undaq gaplarni deyanmadim. Ko'pchilikni bilet tashlashga da'vat qiladigan hal qilg'ush bosqichga kelgan chaqda bu ayol o'qituvchi yig'livatkil tasli qoldi. O'zining bundan burun hech qanday musobaqaga qatnashib boqmaganligi, birinchi qatim televizorga chiqish ekanligi, agar utirib qo'ysa o'quvchisining qalbidagi obrazining tushib ketishidan ansiraydiganligini kuchab ta'kidladi. Men ko'nglimda uning o'quvchilari boshlang'ich o'qiyotgan kichik bolalar ekan. Agar men yengivasam, ularning beg'ubar qalbida cho'qim jarohat izi qilishi, bu muallimning o'quvchilari oldidagi nopozi yo'qolib ketishi mumkin. Shundaq bo'lib qolsa, bu mening gunoh qilganim emasmi deganlarni o'yladim. Shundaq ikkilanish ichida qilib, menga bilet tashlashga da'vat qilishdan voz kechdim. Musobaqadami o'tirib qo'ydim. Nurg'un qatimliq musobaqada menga murassa qilishni, zarur narsalarni eng asosiy siziqdan tushirib etmay saqlab qolishni o'rgatdi. Yengilish yanada muhim. Ammo hayot hargizmi nuqul birli qoida bekitilgan, toq o'lchamlik musobaqa emas. Dunyoga qarab bir qadam bossak, dunyomi bizga bir qadam yaqinlashadi. Nurali Obdizning Xinjiang Pan-texnik nashriyoti nashr qilib tarqatgan bir yilimizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.